3 pokoleniya gaz uстановка qilingan. Gaz uстановка qilingandan keyin o'zi buni benzinga o'tkazib qo'yaylik. Qarang. Birinchi holatda taxometr ko'tarilib ketayotganiga e'tibor beryapsizlar. Avtomat korobkalarda 3,5 mingdan parkingda turgan holatda 3,5 mingdan o'tmash kerak aslida. Ikkinchisi однорежимка programma, двухрежимный programma nima farqi bor? Ko'pchilik so'rashadi. O'shaning uchun sizlarga hozir motordagi holat bilan tanishtirib o'tib ketaman. Hop. Bitta gaz bitta bosib qo'yar. Yana. Bo'ldi, o'chiraveramiz. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqa chirillash, mana bu relay yo'q. Одна rejimga programma yozilgan, ya'ni bitta rejimda me'yor bir xil necha gradus ko'tarilsa, chiptuningda programma o'sha gradusda turaveradi, benzinda ham gazda ham. U klaperlarga nagruska beradi. O'zi bu akamiz ham klaperlarga nagruska berishni boshlagan o'zi. Mashunda ozroq detonasiya ham boshlanib qolgan. Hozir u narsalarni to'g'rilab beramiz. Yengil, gazda yengil, benzinda chirillamaydigan qilib beramiz. Natijasini videoda oxirida ko'rsatib o'tamiz. Xullas, ishlarimiz tugatib bo'ldik. Mana relaylarni uladik, akkuratniy qilib, simlari ham bardak emas. Ko'pchilik holatlarda bu joyda ko'rasizlar, o'zlaring ham guvoh qolgansizlar, videolarimni o'zida ham ko'p ko'rsatganman. Akkuratniy qilib uladik. Xullas, benzinda olib chirillash holatini, lekin gazda bo'g'ilish holati, ограниченияsi olib tashilgan holatini ko'rdilar. Endi programmadan keyingi holat. Savatda benzinda tursin. Bu sizlar bilan birgalikda hali bu endi birinchi zapuskimiz, hali zavod qilganimiz yo'q edi. Hop, benzinda o'zida turibdimi? Ha? Benzinda. Ha? Benzinda o'zida. Xullas, o'zi mashina egalari ham yerda turishibdi. Gazni bitta bosib. Yana bos. Bo'ldi. Hozir ko'rdilaring, benzinda dahshat charlab ketaveradi. Bu porshonni birinchidan porshon sinishiga, klapni kuyishiga, ограничение olib tashsa, korobkani skorda tipini almashtirishiga, korobkani ishdan chiqib kelishiga olib keladi. Bu sizlarni qo'rqitish uchun emas. Bu fakt. Bu agar men misol uchun programmani maqsadim programmani o'tkazish uchun shunaqa qo'rqitadigan gaplar, videolar bo'lganda, ko'pchilik bir kunda 10-15 ta mashinada programma qilish shart emas, yaxshi deb jo'natib yubormagan bo'lardim. Ko'pchilik akalarni programmasi normalniy tursa, umuman tegishilmaydi, jo'natib yuboriladi bizda. Misol uchun, agar ikkinchi masalasi, agar programmani sama собой birovga o'tkazish niyatim bo'lganda, programmamga skidka e'lon qilgan bo'lardim. Bunaqa narsa emas akalar, xohlaylar bu gapni qabul qilinglar, xohlaylar qilmanglar. Hozir benzinda chirilayotdi, videoda ko'rdilaring, hozir mana benzinda chirilamaydi. Keyin taxometrni ko'ryapsizlar, 3,5 mingdan o'tmaydi. Hop ya, vajilla o'tib ketadi, motorda qaltirash bor edi. O'shalarni hammasini to'g'riladik, mashina idealniy bo'ldi. Xudo xolasa, gazda ham idealniy yuradi. Shuna xizmatlar bo'yicha o'zimizga kelaverasizlar. Mashinalarning 3-pokoleniya, 4-pokoleniya, propan, metan farqi yo'q. Idealniy qilib beramiz. Agar programmada yaxshilab eshitib olinglar. Agar programmada kamchilik bo'lsagina idealniy qilib beramiz. Mashina absolyutni boshqacha yuradi. Keyin galovkaga ham, motorga ham, korobkaga hech qanday nagruska, anaqa ishdan chiqarish qo'yish holati bo'lmaydi. Unga garantiya beramiz. Xudo xolasa, charchamanglar, sog' bo'linglar.